O'zim musofir yurtaman, lekin sizlarni firmalaringdan ota-onam umra safariga jo'natmoqchiman. Ota-onam yokida yaqinlarim, aka-ukalarimni umra safariga jo'natmoqchiman. Qanday qilib sizlarga chet elda turib sizlarga to'lovni amalga oshirsam bo'ladi degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel ofisiga, ya'ni Abdug'ofur akani yonlariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Videoda oxirigacha ko'rib, Xudo xolasa bizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, layklarni bosib tursalar, Xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, bizga savollar ko'p tushyapti ekan. O'zim musofir yurtaman, ota-onam va yaqinlarim umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlar to'lov shartlari qanaqa bo'ladi degan obunachilar uchun bitta alohida video tayyorlayapmiz aka. Bemalol. To'liq qilib tushuntirib bersiz aka. Xo'p bo'ladi. Agar siz chet elda bo'lsangiz, Xudo xolasa ota-onangizni umraga, hajga jo'natmoqchi bo'lsangiz, va mana shu nomerlarda WhatsApp bilan Telegram bor. Aloqaga chiqing, biz hamma yo'g'ini o'rgantirib tushuntiramiz. Bizga prosta pasportlarimizni tashlab bersalaring bo'ldi. Pasport tashlab bersalaring joylarni bron qilib qo'yamiz. Keyin qachon, nechida aeroportga chiqishadi, hammasini aytamiz. O'sha paytda aeroportga borishsa, 50 boshlarda ro'para qilib qo'yamiz. Bemalol uchib ketishaveradi, Xudo xolasa. Bemalol ketsa bo'ladi. Shart-sharoitlar qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, shart-sharoitlariga keladigan bo'lsak, Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 2 kilometrdan 1 kilometrgacha. 1 kilometr, 2 kilometrning ichida qaysi bir gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi, Xudo xolasa. 1 kilometrlik bo'sh bo'ladigan bo'lsa 1 kilometrga tushadi, 2 kilometrlik bo'sh bo'ladigan bo'lsa 2 kilometrga. Lekin avtobus xizmati bor, avtobus xizmati bor gastitsamizda. Bo'ladi, zo'r. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, Xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmati, aeroportdan 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Zo'r. Xo'p, keyin firma tomonidan yana beriladigan narsalar kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha. Qo'llariga chiqarib beriladi. Xo'p, keyin qaytayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sifatida qo'shib beriladi, zo'r. Gap yo'q. Aytib o'tganimizdek, o'zim musofir yurtaman. Agar yaqinlarim borib turib ofislaringga to'lov qilaman deydigan bo'lsa, endi qayerlarda bor aka ofislarimiz? Xo'p bo'ladi. Agar ofisga kelib to'lov qilamiz deysa, respublikamizda 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Kelib, rasmiy kassalarimizga to'lov qilib, kvitansiyalarni olib ketsa bo'laveradi. Yo, bizga uzoqlik qiladi, biznikilar borisholmaydi deydiganlar uchun o'sha aytganimizdek shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. To'liq qilib tushuntirib beriladi. To'liq qilib tushuntirib beriladi. Onlayn hisob raqamlariga ham to'lov qilsalaring, Xudo xolasa qizil pasport tashlasalaring, registratsiya qilib, biletlarni hamma narsani to'g'rilab qo'yiladi. Aeroportga borgandan keyin qolgan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Menimcha to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Agar sizlardan qanaqadir savol tug'ilgan bo'lsa, men WhatsApp ishlataman, WhatsAppdan telefon qilsam bo'ladimi yoki WhatsAppdan SMS yozsam bo'ladimi deganlar uchun albatta WhatsApp, Telegram, oddiy telefondan ham telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa Abdug'ofur akani o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilasizlar. Chiroyli qilib yana ma'lumotlar yetkazib berishga harakat qilishadi. Xudo xolasa qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, o'ylanmasdan telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel litsenziyaga ega kompaniya chiroyli qilib umra safariga borib kelishlarini Xudo xolasa ta'minlaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha